Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan quyidagi mavzuni tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, mavzumiz bo'yicha qisqacha tushunchalarni kiritib qo'yamiz. Natural sonlar va raqam, butun sonlar, tub sonlar, o'zaro tub sonlar, egizak tub sonlar, murakkab sonlar va mukammal sonlar. Ya'ni mavzu davomida bu ta'riflarga esa bizga qisqacha ma'lumot berib ketamiz. Demak, mavzuga kirishdan oldin natural sonlar tushunchasiga ta'rif berib ketamiz. Natural sonlar, biz har doim natural sonlarni n harfi bilan belgilab olamiz. Biz natural sonlar bu sanash uchun ishlatiladigan barcha sonlarimiz natural sonlar bo'ladi. Ya'ni biz biron narsani sanamoqchi bo'lsak, har doim bir raqamidan boshlaymiz. Ya'ni 1, 2, 3 va hokazo. Ya'ni shu tartibda ketaveradi. Ya'ni 100, yana va hokazo 1000. Ya'ni chegaralanmagan. Ya'ni qarangiz. Biz har doim natural sonlardan foydalanganimizda o'zimizga kerakli qismigina olib foydalanishimiz mumkin. Ya'ni biror narsani sanaganimizda yoki biror narsadan nimadir ustida amallar bajarganimizda. Ana endi natural sonlar tushunchasiga ta'rif berib bo'ldik. Ana endi raqam va son tushunchasiga ta'rif beramiz. Demak, raqamlarimiz, raqam biz qaraymiz. Raqamlarimiz bizda 10 ta raqam mavjud. Ya'ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Ya'ni mana bu 10 ta raqamdan foydalanib biz sonlarni tashkil etamiz. Ya'ni bularning kombinatsiyasidan sonlar tashkil etadi. Demak, son tushunchasi raqamlar majmuasidan tashkil etilgan ekan. Masalan, 10, 125 yoki 1458, ya'ni va hokazo. Ya'ni bu raqamlarning har bir kombinatsiyasidan biz sonlarni tashkil etib olamiz. Demak, natural sonlar, raqam va son tushunchasi ta'rif berib bo'ldik. Ana endi butun son tushunchasiga ta'rif berib olamiz. Butun sonlarni Z harfi bilan belgilaymiz. Bu butun sonlarimiz natural sonlarning qarama-qarshi bo'lgan sonlar va 0 raqamining yig'indisidan tashkil topgan. Ya'ni har doim biz sonlar o'qi mavjud bizda, bilamizki, har doim sonlar o'qining o'rtasida 0 raqami turadi. Va 0 dan o'ng tarafda 1, 2, 3 va hokazo. Ya'ni shu tartibda davom etib ketaveradi. Million, milliard. Ana endi chap tarafda esa bunga qarama-qarshi bo'lgan sonlar, ya'ni ishorasi manfiy bo'lgan sonlar. -1, -2, -3, mayli -4, ya'ni va hokazo. Bu tartibda davom etadi. Mana bu sonlarimiz bizga butun sonlar tushunchasini berib oladi. Demak, butun sonlar tushunchasiga ham ta'rif berib bo'ldik. Ana endi tub sonlar tushunchasi. Demak, tub sonlarga biz quyidagicha ta'rif berib olamiz. O'ziga va birga bo'lingan son bizga tub sonni beradi. Ya'ni bu sonlarimizni har doim tub sonlarning eng kichigi 2 dan boshlanadi. Ana endi tub songa demak ta'rif berib olamiz. Demak, tub sonimiz aytdikki 1 ga va o'sha sonning o'ziga, ya'ni 2 ga bo'linishi kerak. Bularning umumiy bo'luvchilar soni 2 ta bo'lyapti. Ana endi bir raqamini olsak. Xo'p, demak, bir raqamimiz 1 ga va yana 1 ga bo'linib qoldi. Ikkalasi bir xil sonki. Shuning uchun bunda 2 ta degan shart qanoatlantirmay qoldi. Ya'ni bo'luvchisi 2 ta bo'lmay qoldi. Shuning uchun biz bir raqamini tub sonlar jadvaliga kirgiza olmaymiz. Ana endi demak, tub sonlar jadvalimiz 2 dan boshlanar ekan. 2, 3, 5, 7 o'z navbatda keyingisi 9 bo'lishi kerak, lekin 9 3 ga bo'linib qoladi. Ya'ni umumiy bo'luvchilar 2 tadan ortib ketyapti. Shuning uchun 9 ni olmaymiz. 11, 13, ya'ni shu tartibda ketaveradi. Bizlar ham bu tub sonlardan foydalanganimizda o'zimizga kerakli qismidan ham foydalanib olamiz. Demak, ana endi o'zaro tub sonlar tushunchasi. Demak, qarang. Bizga qandaydir xo'p, A yu B sonimiz kelsin. Ana endi bu sonlar shartlar aytadi. Bu sonlar o'zaro tubmi degan shart kiritib olamiz. Ana endi qarang. Bizda demak o'zaro tub sonlarning ta'rifi quyidagicha. Ana shu bu yerdagi A va B sonlarimiz bir xil, faqatgina bir soniga bo'linsa, bu sonlar o'zaro tub sonlar deyiladi. Ana endi bu sonlarga misol keltiramiz. Masalan, xo'p, 6 bilan 13 sonimiz. Ana endi 6 bilan 13 sonimiz o'zaro tub degan shart kirityapmiz. Xo'p, buni tekshirib olamiz. Demak, 6 ni bo'luvchilari 1 ga, 2 ga, 3 ga va 6 ga. Ana endi 13 ning bo'luvchilari esa 1 ga va 13 ga bo'linadi. Ana endi demak, ikkalasi faqatgina bir xil 1 ga bo'linyaptimi? Bu sonlarimiz tub sonlar deyiladi. Ya'ni
Xo'p, o'zaro tub sonlar deyiladi. Ya'ni ikkalasi faqatgina bir xil sonlarga kengayshi mumkin. Ana endi keyingi tarifimiz xo'p, egizak tub sonlar. Demak, egizak tub sonlarimiz. Demak, egizak tub sonlarimizni quyidagicha ta'rif berib olamiz. Sonlarning o'zaro tub sonlarining farqi 2 ga teng bo'lgan sonimiz bu egizak tub son bo'ladi. Masalan, 5 bilan 7 sonimiz. Bu sonimiz o'zaro tupligi aniq. Chunki bu sonimiz, xo'p, 5 ni bo'luvchilari 5, 1 bilan 5 ning o'zi, 7 niki esa 1 bilan 7 ning o'zi bo'ladi. Va ikkalasi bir xil, birga bo'linyapti. Demak, o'zaro tub va ularning farqi, ya'ni o'rtasidagi farq. Demak, 7 dan 5 ni ayirganimiz 2 chiqyaptimi? Demak, orasidagi farq 2 ga teng bo'lsa, bu sonlarimiz bizga egizak tub sonlarni beradi. Demak, egizak tub sonlarga ham ta'rif berib oldik. Ana endi mukammal son. Demak, mukammal sonlarga quyidagicha ta'rif berib olamiz. Bo'luvchilar soni 2 tadan ortiq bo'lgan son bizga murakkab son tushunchasini berib oladi. Masalan, murakkab songa xo'p, masalan 8 ni tanlab olamiz. 8 ning bo'luvchilari, demak, 1 ga teng, 2, yana 4 ga bo'linadi va 8 ga bo'linadi. Bularning umumiy bo'luvchilar soni 4 ta bo'lyaptimi? Xuddi shunday. Demak, bular 2 tadan ortiq bo'ldimi, bu sonlarimiz, demak, murakkab son tushunchasini berib oladi. Va bu sonlarimiz yana davom etib ketaveradi. Ana endi mukammal son tushunchasiga ta'rif berib olamiz. Demak, mukammal sonning ta'rifi quyidagicha. Bizga qandaydir son berilgan bo'lsa, bu sonni biz umumiy bo'luvchilarini topganimizda o'zidan tashqarisilarning yig'indisi o'sha sonning o'ziga teng bo'lsa, bu sonimiz mukammal son bo'ladi. Ya'ni bunga misol keltiramiz. Masalan, 28 sonimiz. Demak, buni bo'luvchilari 1 ga, 2 ga, 3 ga bo'linmaydi, 4 ga, keyin xo'p, keyingisi 7 ga, 14 ga va oxiri 28 ga. Demak, ta'rifni quyidagicha berdik. Demak, o'zini hisobga olmaganimizda qolgan bo'luvchilarning yig'indisi o'sha sonning o'ziga teng bo'lsa, bu sonimiz mukammal sonni beradi dedik. Demak, bu sonni o'zini hisobga olmay turamiz va mana bu yerdagi sonlarni qo'shib olamiz. Demak, 1 plus 2 plus 4, 7, 14. 4 plus 7 plus 14 sonimiz. Qani tekshiramiz, 28 sonini berar ekan. Xo'p, 1 ga 2 ni qo'shamiz 3, 3 ga 4, 7, 7 ga 7, 14, 14 ga 14 desa 28. Demak, o'sha sonimizni 28 hisobga olmaganda yig'indisi 28 ga teng bo'ldimi? Ya'ni o'sha sonni o'ziga qaytib keldi. Demak, bu sonimiz bizga mukammal son tushunchasini berib oladi. Ana endi, demak, mavzu yuzasidan nazariy tushunchalarga ega bo'ldik. Mavzuga doir misollar tahlilini ko'rib chiqamiz. Bizga quyidagicha misol berilyapti. 3 xonali sonning yuzlar xonasi 5 taga orttirildi, o'nlar xonasi 4 taga va birlar xonasi 3 taga kamaytirildi. Hosil bo'lgan yangi son qanday o'zgaradi degan shart qo'yilibdi. Ana endi quyidagicha yozamiz. Qandaydir bizga 3 xonali son berilgan bo'lsa, masalan, x, y, z soni berilgan bo'lsa va biz buni 3 xonali son deymiz va masala sharti quyidagicha deyapti. Yuzlar xonasi 5 taga orttirildi, ya'ni yuzlar xonasida bizda x kelyapti. Va o'nlar xonasi va birlar xonasi esa, demak, o'nlar xonasi 4 taga kamaytirilgan, birlar xonasi esa 3 taga kamaytirilgan ekan. Ana endi bu misolimizni biz bilamizki, xo'p, quyidagicha yoyilmasini yozib olamiz. Ya'ni ximiz birlar, o'nlar, yuzlar xonasida turibdi. Buning uchun buni 100 ko'paygan x deb yozib olaman. Ana endi y'imiz esa keyin plus, y'imiz birlar, o'nlar. O'nlar xonasida turibdimi? Buni 10 ko'paygan y deb yozib oldim. Ana endi z'imiz esa birlar xonasida turibdi. Shuning uchun buni 1 ko'paygan z deb yozib olaman. Ana endi keyin masala shartini quyidagi misolimga kiritib olaman. Demak, uning aytibdi yuzlar xonasi 5 taga orttirildi debdi. Keling. Xo'p, 100 deymiz. Ana endi x ni 5 taga orttiramiz. X plus 5 plus ana endi 10 ko'paygan, o'nlar xonasi esa 4 taga kamaytirildi degan shart qo'yilgan. Shuning uchun buni y minus 4 deb olaman. Va birlar xonasi esa 3 taga kamaytirildi deyilgan. Buni esa plus 1 ko'paygan z minus 3 deb olamiz. Demak, sonimni soddalashtirib olaman. Demak, 100 ni har biriga ichiga ko'paytirib, qovusini ichiga ko'paytirib ochib chiqaman. 100 ko'paygan ximiz 100 ta x ni beradi. Ana endi 100 ni 5 ko'paytirsak, bizga 500 ni beradi. Keyin 10 ni y ga ko'paytiraman. 10 ta y
10 ni 4 minus 4 ko'paytirsam minus 40 bo'ladi. Ana endi plus bilamizki, sonni har qanday son 1 ga ko'paytirsak, o'sha sonning o'zi bo'ladi. Ya'ni z minus 3. Tenglik. Bizga qarang. Mana bu yerdagi x qaranglar, 100 ta x, 10 ta y va z sonlarimiz bilamizki, mana bu 3 xonali sonni o'ziga teng. Buni yana qaytarib yozib olaman. X, Y, Z. Keyingi navbatda esa mana bu sonlarimizni hisob-kitob qilib bajarib olamiz. Ya'ni 500 minus 40 minus 3. Ana endi 500 dan 40 ni ayirganda necha bo'ladi? Xo'p, 460 ga teng bo'ladi. 460 dan 3 ni ayirsam esa 457. Demak, plus 457. Ana endi masala shart quyidagicha edi. Xo'p, bu o'zgartirish amalga oshirganimizda hosil bo'lgan yangi son qanday o'zgaradi deyilgan. Demak, hosil bo'ldi, mana bu yangi sonimiz hosil bo'ldi. Bu avvalgi sondan nechtaga ortiq bo'ldi? 457 taga. Demak, 457 ga ortadi deb shart kiritaveramiz. Ortadi. Keyingi misolimiz quyidagicha ekan. Demak, bizga quyidagi sonlar ketma-ketligi berilibdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 va shu tartib davom etib ketgan ekan. Bu sonimiz 49, 50 gacha boribdi. Ana endi aytibdi, sonning raqamlari yig'indisini toping degan sharti bor ekan. Ana endi mana bu yerda 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlarimiz bor. Buni har birini bir raqam deb tasavvur qilib, buni raqamlari yig'indisini topamiz. Demak, biz bilamizki, qarang. Dastlab 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yig'indisini topib olamiz. Demak, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. 1 dan 9 gacha raqamlar yig'inimiz biz bilamizki 45 ga teng bo'ladi. Ana endi bizga 45 ga teng bo'ldi va keyingi navbatda esa biz keyingilar, ya'ni 10 dan 50 gacha bo'lgan raqamlarni topib yozib olamiz. Ana endi qarang. Biz bilamizki, mana bu yerda 10, 11, 12, 13 va hokazo 19 gacha bo'lganini birinchi o'qib hisoblab olamiz. Tasavvur qiling, mana bu yerda 19 bor. Ana endi buni oxirdagi raqamlar, ya'ni 11 ni 1, 12 ni 2, 13 ni 3 va hokazo 9 gachasi. Bularni ham adini hisoblab olaman. Demak, biz bildimki, mana bu yerda 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 45 ga teng bo'ldi. Buni yozib olaman. Keyin plus. Mana bu 10 ning orqasidagi, ya'ni 11, 12, 13 va hokazo 19 gachasi orqasidagi 1, 2, 3, 9 larning yig'indisi 45 deb beradi. Demak, 45 ni yozib oldim. Plus, keyin qarang. Mana bu boshida 1, 1, 1, 1 va hokazo 19 gacha bir raqam bor. Shulardan birlardan bizda 10 ta mavjud bo'ladi. Shuning uchun buni ham xo'p, 10 ko'paygan 1 deb yozib olaman. Ana endi men hozir mana bu yerda 19 gacha bo'lgan raqamlar yig'indisini hisoblab chiqdim. Ana endi 20 sini hisoblab chiqaman. Qarang, plus 20 dan keyin ham biz bilamizki 21, 22, 23 va hokazo 29 gachasini xo'p guruhlab olamiz. 29 gachasini. Demak, 21 ni 1, 22 ni 2, 23 ni 3 va hokazo 29 9. Ya'ni shu orqasidagi birlar xonasidagi sonlarni qo'shib olaman. Biz hisoblab chiqdikki, 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar ham 45 ga teng. Demak, bu ham 45 plus ana endi ikkilari. Demak, 20 da, 21 da boshidagi ikkilarini hisoblab olaman. 20 dan va hokazo 29 gacha bo'lgan boshidagi ikkilarning yig'indisi bizga 10 ta bo'ladi. Shuning uchun buni 10 ko'paygan 2 deb yozib oldim. Plus ana endi 30 ga ham xuddi shu narsa. 30 ni ham, ya'ni 31, 32, 33 lar, ya'ni oxirdagi raqamlarning yig'indisi bizga 45 deb beradi. Va ya'ni boshidagi 3 lardan qilsa yana 10 ta bor. Shuning uchun buni 3 ko'paygan 10 deb yozib olaman. Plus 40 niki ham xuddi shunday. 40 nikini ham, demak, 41, 42, 2, 3, 4 va hokazo 9 lari 45 plus boshidagi 4 lardan 10 ta. Demak, 4 ko'paygan 10. Ana endi qarang. Biz hozir mana bu 45 gacha, 49 gacha hisoblab bo'ldik. Ana endi bizda 50 sonimiz qolyapti. Demak, 50 sonimiz bilamizki 5 va 0 dan iborat. Shuning uchun buni 5 raqamni olaman. Ya'ni 5 ni oxirida qo'shib qo'yaman. Demak, mana buni ya'ni endi hisob kitobini bajaraman. Demak, 45 dan nechta bor? 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 5 ta 45imiz bor ekan. Shuning uchun buni 5 ko'paygan 45 plus ana endi mana bu hisoblab olaman. Xo'p, 10 ni 1 ga ko'paytirsam 10,
Ana endi bundan 20 qo'shsam 30 bo'ladi. 30 ga 30imiz 60 bo'ladi. 60 ga 40imiz esa 100 bo'ladi. Ana endi 100 ga 5 ni qo'shganimiz esa 105. Plus 105 bo'ldi. Ana endi 5 ni 45 ga ko'paytirsam, buni ham oson usuli bor. Ya'ni 5 ni 5 ga ko'paytiraman 25, 5 ni keyin 40 ga ko'paytiraman. 40 ko'paytirsam 200 bo'ladi. 200 plus 25 imiz 225. 225 plus 105. Xo'p, qo'shib olsam 5 ga 5 imiz 0, 1 dilda, 2 ga 0 imiz 1 dildagi bilan 3 va oxirdagi 2 ga 1 imiz. Demak 3. Demak, mana bu 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlarimiz ketma-ket yozilganda buning raqamlari yig'indisi bizga 330 ni berar ekan. Demak, misolimiz quyidagicha ekan. Bizga A, B, C 3 xonali va D, Y kabi 3 xonali va 2 xonali sonlarimiz berilgan ekan. Bu esa F ga teng ekan. Ana endi bizda shartda quyidagicha aytayapti. A ning F-chi darajasi O plus C minus C plus I ning birinchisi plus D ning ayinchisini bizga hisoblang degan sharti bor ekan. Ana endi, demak, qarang. Bizga 3 xonali sondan 2 xonali sonni ayirganimizda 1 xonali songa teng ekan. Ana endi qarang. Xo'p, mana bu yerdan birinchi o'tirib A ni topishga harakat qilib. Chunki bu endi A, B, C va D, E, F larimiz hammasi raqamlar. Ana endi qarang. Birinchi o'tirib A ni topishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, o'ylab ko'ramiz. Demak, hozir mana bu yerga men 2 yoki 3, 4 raqamlarni qo'yib ko'raman. Ana endi qarang, 2 raqamni qo'ysam, istalgan mana bu yer 200 lik son hosil bo'ladimi? 200 lik sondan istalgan 2 xonali sonni ayirsam ham 1 xonali raqam chiqmaydi. Shuning uchun qarang, birinchi navbatda mana bu yerga eng kichigi, ya'ni 0 ni tanlasam, bu yerda esa 2 xonali son hosil bo'lib qoladi. Ya'ni 3 xonali son bo'lmaydi. Shuning uchun eng kichigi bunga A ga o'rniga 1 tanlashim mumkin. Keling, A miz teng 1 deb ko'ramiz. Ana endi A ni o'rniga 1 qo'yganimda, masalan, 100 lik son hosil bo'ladi. 100 lik sondan techida 2 xonali sonni ayirganimda, xo'p, 1 lik xona chiqishi mumkin. Qachonki mana bu 2 xonali sonimiz 9 bilan boshlansa, ya'ni 100 nechidandir 90 nechini ayirsam 1 xonali son chiqishi mumkin. Shuning uchun, demak, A miz 1 ligi ma'lum bo'ldi, D miz esa 9 ligi bundan ma'lum bo'ldi. Demak, D miz 9 ga teng ekan. Ana endi qarang. Bu yerda ana endi men buni topishga harakat qilib ko'raman. Qaraymiz. Demak, tasavvur qiling, mana A ni o'rniga biz 1 ni qo'yib oldik. Masalan, 100 B ni o'rniga tasavvur qiling. Mana hozircha bu kerak emas. Ana endi qarang. Xo'p, 1 ni qo'yganimda, ana endi mana B ni o'rniga ixtiyoriy masalan 2, 3, 4 lar tanlab ko'rganimda 2 xonali sonni ayirsam baribir yana 2 xonali son hosil bo'lib qoladi. Qachonki B ni o'rniga eng kichigi, ya'ni 0 ni tanlaganimda, ya'ni 100 masalan 100 masalan 2 kelyapti. Undan 98 ni ayirsam 1 xonali son hosil bo'lishi mumkinmi? Ana endi 112 deb 122 deb tasavvur qilib ko'raylik. 122 bo'lsa, bundan 90 eng katta 99 ni ayirgan taqdirimda ham 1 xonali son chiqmaydi. Shuning uchun mana bu yer B ni o'rniga faqatgina 0 ni tanlashim mumkin. Demak, B miz teng ekan 0 ga. Ana endi mana bulardan, ya'ni topolganlarimdan foydalanib mana bu hisoblashga harakat qilib ko'raman. Demak, A miz 1 ga teng ekan. Demak, 1 ning F-chi darajasi plus C miz bilan I miz turib tursin. C plus I va B miz. B miz bildikki 0 ga teng bo'ldi. Demak, 0 plus ana endi D miz bizga 9 ga teng bo'ldi. 9 va 9 ning ayinchisi deyapti. A miz 1 ga teng bo'ldi. Birinchisi. Demak, hisob-kitob bajaramiz. Biz bilamizki, 1 ning har qanday darajasi 1 ning o'ziga teng bo'ladi. Shuning uchun bu 1 ga teng plus va bizga ma'lumki, har qanday sonning 0-chisi 1 ga teng bo'ladi. Demak, bundan ham 1 yozib olaman va oxirida plus 9 ning birinchisi. Bu esa bizga 9 ga teng bo'ladi. Demak, buni hisob-kitob qilsak, 1 plus 1 plus 9 bu esa 11 ga teng bo'ladi. Demak, biz qidirgan ifoda, mana bu ifodamiz bizga 11 ga teng bo'lar ekan. Ana endi har doim bunaqa sonlarni ishlashda xuddi shunday fikrlar shu tartibda ishlab keta boshlaymiz. Qarang, misol quyidagicha ekan. Bizga 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo
oxiri 79, 80, 81 degan sonlar, ya'ni 1 dan 81 gacha bo'lgan sonlarni ketma-ket yozilgan ekan. Ana shu son necha xonaligini topishimiz kerak ekan. Ya'ni 1 dan 81 gacha bo'lgan xo'p, sonimiz qandaydir uzun son tashkil etilgan. Mana shu necha xonaligini topishimiz kerak. Ana endi qarang. Demak, buni hisob-kitob ishlarini bajarib olamiz. Demak, bilamizki, mana bu yerda 1 dan mana o'rtalarda 9 gacha bo'lgan raqamimiz bor. Bizga bu 9 ta xonani beradi. Demak, mana bu yerda 9 ta xonamiz bo'ldi. Ana endi keyingisi qarang. Mana bu yerdan 10, 11 va hokazo 81 gacha boshlanib ketilgan. Ana endi buni ham hisob-kitob ishlarini bajarib olaman. Qarang. Xo'p, demak, 10, 11, 12 va hokazo 79, 80, 81larimiz hammasi 2 xonali, ya'ni 2 xonali sonlar bo'ladi. Shuning uchun bularni hisob-kitob ishini bajarib olaman. Demak, plus mana bu yerda 10, xo'p, 11, 81largacha bo'lgan sonimiz nechtaligini topib olaman. Demak, 81 dan, demak 10 dan 81 gacha bo'lgan sonimiz necha xonani topish uchun birinchi o'rinda 81 dan 9 gacha bo'lganini ayirib olaman. 81 minus 9. Buni bizga 72 ni beradi. Demak, mana bu yerda 10, 11, 12 va hokazo 81 gacha hozir hammasi 1, 2, 3, ya'ni sanab chiqqanimda 10 dan boshlab 1 deb sanaganimda 72 ta sonimiz mavjud ekan. Ana shu 72 ta sonimiz bizga 2 tadan raqami bor. Shuning uchun, ya'ni bu 2 xonali sonlar. Shuning uchun mana bu 72 ta sonimiz bizga 144 ta xonasini beradi. Demak, mana bu yerda 144 ta raqam ketma-ket yozilgan. Ana endi, xo'p, demak 144 ga 9 ni qo'shib olamiz. Bizga 153 degandek. Demak, hozir mana bu yerda hammasini 1, 2, 3 va hokazo 10 ni ham qarang. 10 ga kelganimizda 10 ni birini 10, 0 ni 11, 12, 11, 1 ni 13 va hokazo oxiri 81 ni 1 ga sanaganimizda bizga 153 xonali son kelib chiqqan ekan. Demak, sonimiz qarang. Quyidagicha ekan. Agar kamayuvchi, ayriluvchi va ayirmalarning yig'indisi 216 ga teng bo'lsa, kamayuvchi nimaga teng bo'ladi deb savol qo'yilgan ekan. Demak, shartimizni yozib olamiz. Qandaydir kamayuvchi, ayriluvchi va qanday ayirma berilgan va shu mana bu A, B silarimizning yig'indisi esa A plus B plus silarimning yig'indisi 216 ga teng deb berilgan. Va masala shartida kamayuvchi nimaga teng deyilgan. Demak, mana bu yerda A miz bizga kamayuvchini beradi. Ana endi keling qarang. Mana bu yerda B ni bu tomonga, ya'ni S ning yoniga o'tkazib olaman. Demak, A miz teng ekan S plus B ga. Mana bu qarang. Pastdagi S plus B plus S miz o'rniga A ni qo'yib olaman. Demak, A plus B plus S o'rniga A ni qo'ysam A teng bo'ldi 216 ga. Ana endi bu yerdan 2 ta A teng 216 ga. Bu yerdan A ni topadigan bo'lsam 2 ga bo'lib yuboraman. 108 ga teng bo'lar ekan. Demak, biz qidirgan son, ya'ni kamayuvchimiz 108 ga teng bo'lar ekan. Darsimiz shu joyda yakun topadi. Sizga tushunarsiz bo'lgan joyi yoki qanaqadir savol bo'lib tug'ilgan joyini siz videoni to'xtatib, o'zingizga kerak bo'lgan joyini qayta ko'rib, mavzuni mustahkamlashingiz mumkin. Demak, kelgusi darslarga hurmatli o'quvchilar, ko'rishguncha.